Assalomu alaykum. Mavzu dasturiy ta'minotni tezlashda avtomatlashtirish, uning afzalliklari, vositalari va samaradorlikni oshirish usullari. Avtomatlashtirilgan tezlash dasturiy ta'minot sifatini yuksaltirish. Tezkor va aniq testlarni amalga oshirishda avtomatlashtirishning roli asosiy. Avtomatlashtirilgan tezlash bu dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash uchun testlarni avtomatik ravishda bajarish jarayoni hisoblanadi. Bundan oldingi darslarimizda ham qisman bu qismini ko'rib ketganmiz. Ushbu yondashuv testlarni tez va aniq bajarishga imkon beradi hamda inson xatosini sezilarli darajada kamaytiradi. Asosiy elementlari test skriptlarini yozish, testlarni ishga tushirish va natijalarni tahlil qilish hamda testlarning takrorlanishini ta'minlashdan iborat. Avtomatlashtirish dasturiy ta'minot tezlash jarayonining samaradorligini oshiradi va sifatni barqaror saqlashda muhim ahamiyatga ega. Demak, natijalarni tahlil qilishda testlarni takrorlanishini ta'minlashdan iborat deyapti. Demak, testlar takrorlanuvchan bo'lishi kerak. Bir xil test berilganda bir xil natija qaytishi kerak deb ko'rib o'tgan edik. Endi dasturiy ta'minotni tezlashda avtomatlashtirishning asosiy afzalliklari nimadan iborat? Avtomatlashtirish test jarayonini sifat va samaradorligini oshiradi. Tezlash samaradorligi sezilarli darajada oshadi va jarayon tezlashadi. Testlarni bajarish vaqti qisqaradi. Bu vaqtni tejash uchun imkon beradi. Xatoliklar va inson omili sababli yuzaga keladigan kamchiliklar kamayadi. Test skriptlari qayta ishlatilishi natijasida ishlab chiqish jarayoni samaraliroq bo'ladi. Murakkab va keng qamrovli testlarni bajarish imkoniyati mavjud bo'ladi. Doimiy integratsiya va yetkazib berish jarayonlarini samarali qo'llab-quvvatlaydi. Bu afzalliklar dasturiy ta'minot sifatini oshirish va ishlab chiqishni tezlashishiga xizmat qiladi. Dasturiy ta'minotni avtomatlashtirishda asosiy tezlash vositalarining taqqoslanishi. Mashhur vositalar xususiyatlari, qo'llanish sohalari va afzalliklari. Demak, bu yerda Selenium, G-Unit, TestNG, Appium, Cucumber, Robot Framework kabi vositalarni ko'rishingiz mumkin. Ularning asosiy xususiyatlari, qo'llanish sohasi va afzalliklarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Masalan, Seleniumni oladigan bo'lsak, asosiy xususiyati web ilovalarini avtomatlashtirish uchun ishlatiladi. Bu web testlashda keng qo'llaniladi, ochiq kodli hisoblanadi. Demak, buning afzalligi ochiq kodliligida. Endi Robot Frameworkni oladigan bo'lsak, yoki Cucumber, yoki TestNG, yoki G-Unit bularni ham ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Demak, Java dasturlarini tezlashga mo'ljallangan unit tezlash integratsiyasi oson va keng qo'llaniladi. Har birini o'zini afzallik tomonlari bor ekan demak. Avtomatlashtirilgan tezlash jarayoni bosqichma-bosqich ko'rsatma. Har bir bosqich aniq vazifa va samaradorligi. Demak, har bir jarayonning bosqichlari mavjud. Avtomatlashtirilgan tezlash jarayonining bosqichlari quyidagicha: test rejasini tuzish, ya'ni test maqsadlari va metodologiyalarini aniqlab, tezlash strategiyasini belgilash. Ikkinchidan, test skriptlarini yozish, avtomatik testlar uchun samarali va aniq kod yozish. Uchinchidan, testlarni bajarish, yaratilgan skriptlarni ishga tushirib, natijalarni yig'ish va qayd qilish. To'rtinchidan, natijalarni analiz qilish, xatoliklarni va muvaffaqiyatlarni chuqur tahlil qilib, muammolarni aniqlash. Beshinchidan, xatolarni tuzatish, aniqlangan muammolarni bartaraf etish va kodni optimallashtirish. Oltinchidan, testlarni qayta ishlatish, skriptlarni yangilab, takroran ishlatish orqali test jarayonini doimiy takomillashtirish, ya'ni xatolarni aniqlab, analiz qilib, natijalarni, xatoliklarni tuzatilgandan keyin testlash jarayoni yana bir marta amalga oshiriladi. Endi avtomatlashtirish orqali tezlash samaradorligini oshirish misollari bu yerda ko'rishingiz mumkin. Test bajarish vaqtining kamayishi va xatoliklar sonining kamayishi ko'rsatkichlari berilgan. Misol qilib, test bajarish vaqti hamda xatoliklar sonining pasayishi orqali olingan natijalar. Avtomatlashtirish testlarni tezlashtirish va vaqtni 60% ga tejashga yordam beradi. Demak, doimiy integratsiya jarayoni sifat barqarorligini ta'minlaydi. Xatoliklar sonining 40% ga kamayishi dastur sifatini albatta oshishiga olib keladi. Ushbu natijalar avtomatlashtirish samaradorligini aniq ko'rsatib beradi. Avtomatlashtirilgan tezlashdagi muammolar va samarali yechimlar. Muammolarni aniqlash va ularni texnik usullar bilan bartaraf etish yo'llari. Murakkab test skriptlari.
Qiyinchiliklari murakkab kod yozish va texnik xatoliklar yuzaga keladi. Yechimlari skriptlarni modulga bo'lib, kodini soddalashtirish va qayta ishlash. Vositalarning mosligi. Qiyinchiligi turli platformalar uchun mos vositalar farqlanadi. Yechimlari har bir platformaga mos to'g'ri vositani tanlash va integratsiya qilish. Texnik cheklovlar, qiyinchiliklar, tizim resurslari va muhit chegaralari avtomatlashtirishga to'sqinlik qiladi. Yechimi bulutli hisoblash resurslaridan foydalanib cheklovlarni yengib o'tish mumkin. Keyingisi testlarni yangilashdagi qiyinchiliklar. Bu dasturiy o'zgarishlarga tez va samarali moslash murakkablik qiladi. Yechimi avtomatik yangilanish tizimlari va monitoring vositalarini joriy qilish. Keyingisi inson resurslari va ko'nikmalari. Qiyinchilik malakali testlash mutaxassislarining yetishmasligi bu doimiy muammo bo'ladi. Uni yechimi doimiy malaka oshirish va treninglar tashkil qilish hisoblanadi. Dasturiy ta'minotni tezlashda avtomatlashtirishning kelajak istiqbollari. Avtomatlashtirish rivojlanishini asosiy bosqichlari va texnologiyalarning yo'l xaritasi. Bular sun'iy intellekt, ya'ni artificial intelligence va machine learning deb o'tgan darsda ham aytib o'tdik. Demak, bu test skriptlarini avtomatik yaratish va takomillashtirish orqali testlash jarayonini soddalashtiradi hamda samaradorlikni albatta oshirib beradi. Bulutli texnologiyalar testlarni global miqyosda tez va samarali bajarish imkonini beradi, infratuzilmani moslashuvchan qiladi. Doimiy integratsiya yetkazib berish, ya'ni CI/CD testlarni ishlab chiqish jarayoniga to'liq integratsiya qilib, tezkor va sifatli yetkazib berishni ta'minlaydi. Dasturiy ta'minotni tezlashda avtomatlashtirishning asosiy xulosalari. Demak, samaradorlikni oshirish va jarayonni avtomatlashtirish bo'yicha muhim tavsiyalar. Avtomatlashtirish tezlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. To'g'ri tezlash vositalarini tanlash muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. Jarayonlarni bosqichma-bosqich tashkil etish muhim. Muammolarni oldindan aniqlash va yechishga tayyor bo'lish kerak. Doimiy takomillashtirish va o'rganishga intilish bu sohada muhim hisoblanadi. Dasturiy ta'minotni tezlashda avtomatlashtirishni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish. O'rganish va amaliy qadamlar orqali avtomatlashtirilgan testlarni chuqurlashtirish. O'rganish resurslari, masalan, kitoblardan, onlayn kurslardan, dokumentatsiyalar bilan tanishish mumkin. Kichik loyihalarda amaliyot va test skriptlarini yozish. Jamoa bilan samarali hamkorlik va bilim almashish. Yangi testlash vositalarini sinab ko'rish va baholash. Doimiy takomillashtirishga intilish va so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish. Ushbu qadamlar orqali talabalar avtomatlashtirilgan testlarni chuqurroq o'rganib, amaliyotda qo'llashlari mumkin bo'ladi. Demak, quyidagilar dasturiy ta'minotni tezlashni avtomatlashtirishda o'rganish va amaliyotga tatbiq qilish uchun sizlarga muhim so'zlar bo'lib xizmat qiladi.